30 ming atrofida Sorento bormi deb so'rayotdinglar. Mana o'sha Sorento kelib qoldi. Yili 2023, kraskasi top-toza, 60 ming probeg yurgan atigi. Atela mo'yka qilmang dedim, chunki sostoyaniya zo'r, o'zi mashinaning o'zi yaxshi. Hadoylarda hech qatda ishi yo'q, umuman olib mazza haydaysiz. 5 o'rindiqli bo'ladi, motor 2,5 atmosfernik. Bitta ko'rishingiz mumkin. Kattagina panorama, sideniya qiziydi, rul qiziydi. Eng kerakli bo'lgan hamma navorotlar bor. Undan tashqari bu mashinada o'zi elektron nima anaqa ochilib yopiladigan bo'lmaydi. Bular qo'ydirganlar mana. O'zi ochilib yopilyapti. Xullas, sirazi narxiga o'taman. Mashina sizlar uchun 30.900 narx berdik. Lekin ishoninglar shikalat 30.900 ga. Sababi umuman aybi yo'q. Mana hech qayerda даже salonning ichi ham qirilgan, chizilgan joylari umuman yo'q. Oilaviy mashinaga zo'r. Qiziq bo'lsa pastdagi raqamlarga telefon qilib, lekin haqiqatan bu mashina olsangiz baraka topasiz. Sababi uncha buzilmaydi, hadoyi ham zo'r mashina.